Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 12-yanvar Kaminat Taxta bozorimiz. Bugun dushanba, dam olish kuni. Ikkinchi filialimizga keldik. Yog'ochlarimiz to'kildi, o'shalar chiqartiryapmiz. Ikkita joyi zakas aytishadi, zakaslar to'g'rilab. Xabar olgan chiqadi, hamma yoq joy-joyida ketyapti ekan. Assalamiz. Reka zakas aytishadi, rekalarimiz ham bo'lyapti ekan. Molasi hamma yo'qlar, bog' cheklanmagan miqdorda. Kimga qancha zarar bo'lsa, aloqaga chiqilaveradi. Bu tevalarimiz va'dadan kesib kelingan. Va'dali tevalar. 4 qarich, 5 qarich, 6 qarichli narsalardan chiqaraveryapmiz. Kimga qanaqa narsa zarar bo'lsa, aloqaga chiqaversizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyat, Marg'ilon shahar, Kaminat Taxta bozor. Like, podpiska esdan chiqmasin qadrdonlar. Aloqaga chiqaversizlar. Sog' bo'linglar.